Hozirgi qiladigan ishimiz, demak, oldin jadval tuzib olib, jadvaldan tashqari biza bu yerda hisob-kitob ishlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biza birinchi bo'lib stavka bo'limiga kirib olamiz. Stavka bo'limiga kirganimizdan keyin buni ichiga kirib, demak, tablitsaga kirib olamiz. Tablitsada biza demak 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib turaylik. Demak, biza jadval tuzib oldik. Jadvalda demak biza agarda shu jadvalimizni o'rnib kelganda aytib ketishim kerak. Jadvalimizni raqam qo'yish uchun alohida mana bundoq qilib chiziq tortadigan bo'lsak, biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ikkita katayni o'rtasiga olib kelsak, mana bu chizig'imizni mishkani chap tugmasini shunda bosib turib, demak, ozgina surib olishimiz kerak bo'ladi. Bu demak raqam qo'yib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, keyin biz demak bu yoqqa bitta mahsulot deb yozaylik. Mahsulot. Demak, biz jadval mana yaratib oldik. Endi biz buni avtomatik hisob-kitobini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz birinchi bo'lib maket bo'limiga kirib olamiz. Maket bo'limiga kirib olamiz. Bu yerda e'tibor beringlar, работа с tablitsami degan joy bor. Aynan mana shu tablitsani ichiga kirsanglar, работа с tablitsami degan joy bo'ladi. Aynan biz demak o'sha jadvallar bilan ishlashimiz uchun aynan yo konstruktor yoki maket bo'limiga kirib olishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, maket bo'limiga kirib olamiz. Bu yerda eng oxirida formula degan joy bor. Mana formula. Aynan biz mana shu sonini, narxini umumiy hisoblab chiqishimiz uchun demak biz formuladan foydalanar ekanmiz. Formulaga kirib olamiz. Aynan formulaga kirayotganimizda e'tibor beringlar, o'sha katagimiz ichida mishkamizni kursor turgan bo'lishi kerak. Aynan mana bunaqa bo'lib migat qilib turish kerak. Xo'p, demak biz formulaga kirdik. Formulaga kirsanglar, e'tibor bersanglar, bu yerda demak sum turibdi. Biz bu sumni demak agarda shundoq OK tugmasini bosib oladigan bo'lsak, bizda nima hodisa ro'y beradi? 2 million 2 bo'lib qoladi. Mana oxirimizda 2 million amimiz bo'lmaydi, 2 bo'lib qoladi. Unda bo'lib 2 million 2 bo'lib qoladi. Ya'ni ikkita sonni yoki ikkita qiymatni qo'shib beradi bir-biriga. Biza demak shu barobardan keyin biza sum deb yozishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam barobardan keyin biza endi e'tibor bersanglar, bu yerda mana bunaqa holat bo'ladi. A ustuni, mana bunisi B ustuni, mana bunisi S ustuni, mana bunisi D ustuni bo'ladi. Mana bunimiz bo'lsa birinchi qatorimiz, ikkinchi qatorimiz, uchinchi qatorimiz bo'ladi. Demak, biz nima ish qilishimiz kerak? D ustunini ikkinchi qatorini olamiz. Mana D ustunini ikkinchi qatorini olamiz. Demak, biz bu yerda hozir yozishimiz kerak bo'lgan narsa barobar qilib, demak barobardan keyin biz bu yoqqa D2 deb yozamiz. Ya'ni o'sha D ustunimizni ikkinchi qatorida o'tdi. Mana D ustunimizni ikkinchi qatoriga qo'yamiz. Mana shu 2 millionni olamiz. D2 ni davomimiz, demak biz ko'paytiramiz. Demak S ustunini ikkinchi qatoriga. Ya'ni biz S ustunimiz turibdi va ikkinchi qatorimiz bor. Va aynan mana shu 2 ni qo'yib beryapmiz. Demak S ustunini ikkinchi qatoriga barobar qolamiz. Bizda mana bunaqa holat turibdi. Biz hozir buni kod значение polga qo'yib yuboramiz. Mana 4 million. Demak 4 million bo'lyapti. Haqiqatan o'sha hisoblasangiz 4 million bo'ldi. Endi biz ikkinchisiga ham xuddi mana shunaqa qilishimiz ham mumkin. Buning uchun yana o'sha formula qismiga kirib olamiz va o'sha formula qismida biz demak bu yoqqa ham xuddi shunaqa qilamiz. Endi bu safar D3 deyapmiz, ko'paytiryapmiz S3 ga. Bu yerda hozir mana e'tibor beringlar, mana D ustunimizni 3-qatori, mana D ustunimizni mana 3-chi qatorida deyapmiz. Mana bunimiz birinchisi, mana bunisi ikkinchisi, mana bunisi uchinchisi. Demak, D ustunimizni 3-qatorida deyapmiz. Endi ko'paytiryapmiz S ustunimizni deyapmiz 3-qatoriga deyapmiz. Aynan mana bu 2 ni nazarda tutyapmiz. Endi keyin biz demak OK tugmasini bosganimizdan keyin
bizda mana ozgina manda xatolik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kod значение qilib yuboraman. Mana bizda уже demak hisob kitoblarimizni amalga oshirdik. Endi bizda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Demak bu ikkita emas, biz adashdik, demak 4 ta qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi bu 4 tani bu demak Excelga o'xshagan xususiyati yo'q, ya'ni avtomatik o'zi hisoblab beradigan. Biz buning uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Mana shu 4 millionni demak ustiga olib kelsak, mana bunaqa o'zi avtomatik qoraytirilgan bo'ladi va o'sha qoraytirilgan holatini o'zida mishkani tugmasini bosamiz. Mana bu yerda обновить поле deyapti. Обновить поле qilib beradi. Endi menda hozir xatoliklar ozgina bo'lyapti. Shu texnik xatoliklar bo'lyapti. Demak 8 million bo'lyapti. Xuddi mana shunaqa qilib, demak biz avtomatik hisob-kitob ishlarini amalga oshirib olishimiz mumkin bo'lar ekan.